Hammaga salom, sizlar bilan Shahinjon. Xullas, bugungi videomizda biz mana shu one blokda yutishga harakat qilamiz. Qani bo'lmasam go. Ertalabdan bloklarni qozishni boshladim. Xullas, endi bu yerda ozgina kattalashtirib olamiz. O'zimizga sal qulayroq bo'lishi uchun turum ye. Va mana joyimizda ham qitta buta ham kattalashtirib oldik. Endi yana qozamiz. Boshida to'g'risini aytsam salgina zerikarli bo'layotgan. Qo'rruq qum qozib o'tirasizlar, asabga tegizgan. No mayli, nima ham deymiz. Va mana biza step 1 ga ham o'tib oldik. Endi menga faqat qum emas, taxtalar, toshlar ham chiqishni boshlash kerak. Xullas, manbalarni ham ozgina kattalashtirib olamiz. Oh qanday baxt. Boya aytganimdek bizaga taxtalar chiqishni boshladi jigarlar. Taxtalarimizni olib turib mana bunaqa taxtaga aylantirib olamiz. Keyin esa mana bunaqa crafting table. Bam. Xullas, bu zonada mana bunaqa qumni o'rniga daraxtchalarni ham olsak bo'layotgan. Keyin bu daraxtchalarni ekamizda katta daraxt qilamiz. Aytganday menga ozgina cho'p ham kerak. Va har doimgi o'zimiz ishimizga qaytamiz. Tolga qozish. Xullas, jigarlar, men ozgina kattalashtirib oldim o'zim bazamni mana bunaqa daraxtchalardan ekish uchun. Ana endi sandiq yasasak ham bo'ladi. Bam. Va endi navbat esa mana bunaqa cho'pli narsalarga. Bular bilan men tezroq qozish qobiliyatiga ega bo'laman, yo'qmi? Xullas, menga endi bu yerdan tosh yasasam bo'lgan. Yo'qmi? No mayli, tosh ham yasaymiz. Va har doimgidek yana o'sha qozib. Xullas, endi toshli narsalarni yasaymiz. Xullas, men sizlarga bitta jotki narsa ko'rsataman, qaranglar va o'rganinglar. Nimaga? Va men bu narsalar bilan xayrlashamiz. Yo'qmi? No mayli. Har doimgidek qozish ishlarimizni davom ettiramiz. Chotaman mana shu yerda nimadir. Hammaga sal. Xullas, chotamini qozib yurish ham odamni zeriktirib yubordi. Buni o'rniga men boshqa narsa qilishim kerak. Kecham tushib qolyapti chota. Jigarlar, va nihoyat biz step 2 ga ham o'tib oldik. To'g'risini aytsam, yomon qo'rqib ketdim. Chota 5 minut qochib tursangiz yurish va endi o'zimizga biz bitta pechka yasaymiz. Xullas, pechkani ham men bu yoqqa bam va yana qozishda davom etamiz. Men hamma narsalarimni mana sandiqchaga qo'yib qo'ymoqchiman, sababi agar yana bilmasdan tushib ketsam, keyin o'zlaringiz bilasizlar. Bir payt qozayotgan paytim ertalab bo'layotganiga ko'zim tushib qoldi. Va men bechora o'zimda yo'q xursand qanday baxt zo'r. Va mana quyoshning issiq nurlari basharamga kelib tushyapti. Qanday baxt. Shunday emasmi? Jigarlar. Shunday emasmi? No mayli degan holda yana qozamiz. Xullas, akalar, menda bitta ideya bor. Chota, men bu mayda joycha menga yoqmayapti. O'zimga zo'r katta uy qurmoqchiman. Va sizlarga men o'shani ko'rsatmoqchiman. No mayli degan holda yana o'zimizda ishimizni qilamiz. Bir ikkita taxta olamiz, o'zimizga kerakli bo'lgan. Keyin ularni astagina mana bunaqa narsaga xullas. Korotchi, men qurishni boshladim qaniga.
Qanday baxt. Men o'ylaganimdan ham norim chiqishni boshlayapti bu. Endi men baqaman. Yo'may, shu payt. Oh yeah, to'xtanglar. Oh yeah, qanday baxt. Mana bu joda xullas keyin ko'rasizlar. Xullas men yana bir ikkita uylar qurmoqchiman o'shanga. Mana shunday qilib qurib chiqamiz. Chotamanda shuncha ortib qoldi, ko'p yasoribman. Endi bunda hech nima yo'q, bunda ham astagina o'zimizga kerakli bo'lgan narsalarni yasoramiz. Boya aka keldi yana. Qani? Bu bratimiz xullas menga ko'mir bergan, lekin 44 ta yomma. Mayli degan holda yana qozishni boshlaymiz. Lekin bu da shappa o'zimga bitta bolta yasayman. Va mana o'sha daraxt. Chota bu aka men bu yoqqa turib Zaynab bordi. Hech nimaga e'tibor bermasdan tolkatak qozam. Men chota men bu yoqqa gilam yasadim, mana bunaqa yam-yashil. Nima yasayam daj o'zim ham bilmayman. Xullas keyingi 45 soatda men tolga qozish bilan o'tkazdim. Mana men bu yerda ko'rishinglar mumkin jigarlar. Xullas akalar, men ashyoqdan uyim qurmoqchiman. Uyimni katta qilib qurmoqchiman. Yana nimalardir qilmoqchiman deb mazgini qotirmasdan boshlayman. Va mana uyimiz bitmadi hali hazırlash. Chetlariga ham qo'yib chiqamiz. Bu uy emas. Xullas yana ham qozamiz, sababi menga juda ham ko'p materiallar kerak. Uyimni polni Kakraz menga o'zi ana shunaqa daraxt kerak edi. Hozir polni hamma narsalarni olib chiqamiz qani. Va mana daraxtimizda ham javob berdi. Men bu kerak narsalarni olib tashlaymiz. Xullas men bu yonidagi daraxtlar ham tezroq o'ssa zo'rish bo'laydi. Buni ham tezlik bilan olib chiqamiz. Endi esa jigarlar bitta molxona quramiz. Va mana molxonamiz ham taqdirli jigarlar. Endi esa albatta bu narsa uchun uzr so'rayman va men bu yerda bam degan holda molxonani ham qurib bo'lamiz. Endi esa men bu bitmagan uyni quramiz jigarlar. Xullas bu uy bitmagancha qoldi. Kechqurun bo'lgan payti men bunday qilib xullas yoritib chiqdim. Va yana qozishda davom etamiz jigarlar. Va nihoyat men o'zimga kerakli narsalarni oldim, endi uyni quramiz. Va mana jigarlar, uyimiz ham g'ishga o'xshab qoldi. Muncha to'rtburchak bu. Mayli degan holda hammasiga kulib qo'yamiz. Men bilan nima kerak? Xullas akalar, men bu bratdan o'zimga xullas string olmoqchi bo'ldim. Bu stringni esa men ana bu qo'ydi junini yasayman. Men bunday qilib keyin men o'zimga bitta qanday ba degan holda men bu kravatni mana shu yoqqa qo'yamiz. Uzrasizlar, bir ikki pay shuni o'yib turar. Короче, men qornim ochib qoldi. Men narsalarim astagina sandiqqa joylayman va sizlarga bitta fokus ko'rsataman, qaranglar. Bam. Hammaga xullas men shu daraxt uyim tepasidan hech yo'qolmayotdi. Keyin bu daraxt ustiga chiqib, xullas men bu otilmaydi. Cho'plari bor-ku, o'sha cho'plarni sindirib chiqishni boshladim. Nima qilishga boshqa ishim yo'q. Va nihoyat oxirgisini ham sindirdim.
Endigi navbat esa yotib to'xtaylar, buni ham olib ketish kerak. Endigi navbat esa mazzaqa bu. Va mana ko'rib turganlaringizdek bu bratishga. Qochey. Yes, qanday ba? Uzr jigarlar, bir-ikki payt shuni yeb tura. Ertalab turganimdan quyosh meni ko'zimni qamashtirishga boshladi va mana shu payt alma yegim kelib ketdi. Endigi navbat esa qozishga beramiz jigarlar. Xullas jigarlar, birinchi qismni shehda o'z nihoyasiga yetib qilamiz. Agar qanaqa kamchiliklar bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldirishinglar mumkin. Xullas, keyingi video qachon chiqishini bilmayman. Tez orada chiqadi deb umid qilaman. Xullas, yana nima desam? Xullas, xayr jigarlar, davay.